Asosiysi birinchi ish farzda jamoat lozim tutish. Jamoat vojib biz mazhabda. Sunnat muakkada deyiladi. Ammo biz mazhabimizning qoidasi bo'yicha vojib. Sunnat deyiladi-yu, lekin vojib. Masalan siz qurbonlik qilmasangiz qanaqa gunoh ko'ra olasiz? Qurbon hayitda qodir bo'lib turib. Rahmat. Yoki vitr vojibni o'qimasdan uxlasa qanaqa bo'ladi? Bir o'ra tark qilsa. Jamoatda har bitta jamoatdan qolish shunaqa bo'ladi. Agar jamoat vojib bo'ladigan masofada bo'lsangiz, masjid o'ta uzoq bo'lmasa. Jamoat vojib bo'ladigan masofada bo'lsangiz, yo'lda bo'lsangiz, masalan, yo'lingizda masjid bo'lsa yoki uyingizga masofasi yaqin bo'lsa, 700-800 metr atrofida bo'lsa, jamoat lozim bo'ladi. O'shanda kishi masalan jamoat bilan bo'lishligi asosiy kishining ibodatda sobit bo'lishiga omillardan bittasi shu. Amalda sobit bo'lishingiz, ibodatingiz xushu bilan bo'lishi. Keyin har bir amalni birinchisi va oxirgisi deb qilish kerak. Ibodatda odam nega susturishadi? Ertaga qilaman deb o'ylaysiz. Ertaga yashashingiz mumkin, aniq emasmi? Siz bugun qilmasam ertaga qilaman deb o'ylaysiz. Ertaga yashashingizga kafolat yo'q. Insonni dangasa qiladigan narsa shu. Hali ertaga yashayman, hali yana 1 yil bor, Xudo xolasa kelasi yil yaxshi bo'laman. Ertaga yaxshi bo'laman deysiz. Kelasi yil emas, ertaga desangiz ham xato qilayotgan bo'lasiz. Har bir soniyani oxirgisi deb bilish kerak. Har bir daqiqa haqiqatdan oxirgisi bo'lishi mumkin. Kim kafolat beradi? 60% odam 60 yoshga yetmaydi. Siz o'zingizni tasavvuringizda bobangizni ko'rgansiz, yoshida mahalladagi qariyani ko'rib, men ham mashaq bo'laman deb o'ylayotgan bo'lasiz. U qariya 60%, 70% to'kilgandan qolgani u. Siz to'kilganlar qatorida bo'lishingiz mumkin. O'zingiz opadingizni ko'rib, yo dadangizni ko'rib, yo qariyani ko'rib turib, men ham shu yoshga yetaman deb o'ylamang. Ertaga yashashingizga kafolat yo'q. Ma'ruf Karxiy bilan namoz o'qishayotgan paytda Ma'ruf Karxiy bir sherigiga sen imomlikka o't debdilar, o'zi iqoma aytdi. Sen imomlikka o't debdilar. Desalar, mayli hozir o'taman-u, keyingi namozga olma imomlikka o'tmayman debdi. Desa, sen hali keyingi namozga yetib boraman deb o'ylayapsanmi degan. Keyingi namozga yetaman deb har bir amalingizni olasiz. Hozir juma o'qidingiz, keyingi jumaga kafolat bormi? Yo'q. Hozir asr bo'ladi. Alloh nasib qilsa asr o'qiymiz. Xo'p, shu asrni bugun o'qiyapmiz. Ertaga asr o'qishga kafolat bormi? Shu oxirgi asr deb o'qish kerak. Har bir amalingizni oxirgisi deb bilishingiz kerak. Shuning uchun Ibn Umar roziyallohu anhu tong ottirsang, kechni kutma. Kechga kirsang, tongni kutma deganlar. Tongga yetib boraman deb o'yladingizmi? Siz aqidangiz to'g'ri bo'lmaydi. Sizni e'tiqodingiz to'g'ri bo'lmaydi. Siz tongga yetib boraman deb o'ylamang kechga yetgan paytda. Bugun kechga yetib boraman deb o'ylang. Reja tuzmoqchimisiz? Tuzavering, 100 yillik tuzing, 1000 yillik tuzing. Lekin amalga oshirishda bugun oxirgi kun deb biling. Har bir ishingizda. Mana shu kishidagi dangasalikni ketkazadigan asosiy omillar. Bu namozda o'qishni hosil qiladi. Shuningdek, har bir amalingizni birinchisi deb biling, chunki oldingisi qabul bo'lganiga kafolat yo'q. Juma o'qidingiz hozir, to'g'rimi? Alloh qabul qilsin. Kafolat bormi? Qabul bo'lganiga yo'q. Balki bo'lmagandir. Asr o'qiymiz. Kechaga asr qabul bo'lganmi? Bilmaymiz. Oldingi 15 yillik asr qabul bo'lganmi? Bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bu ehtimoli katta biz o'qigan namozlarimizga qaraganda. Demak, birinchisi deb bilishingiz kerak. Go'yoki oldingi amalingiz yo'q deb biling. Inson qachon dangasa bo'ladi? Hozircha men falon ishni qilib qo'yganman deb o'ylaysiz. Kelib biror sadaqa so'rasa, men falon joyda yaxshilik qilib qo'yganman, unga berish shart emas deb o'ylaysiz. Falon joyda qabul qilmagan bo'lishi mumkin. Siz mana shu hozirgi berayotgan sadaqangizni bundan oldin amal qilmaganman deb biling. Mana shu birinchi sadaqam deb beravering. O oxirgisi deb bilingki, ikkinchi sadaqaga umr yetmasligi mumkin yoki boylik yetmasligi mumkin. Har bir amalni birinchisi va oxirgisi deb bilish kerak. Rasululloh shunday tarbiya qilganlar sahoba ikromlar alayhisolatu vassalam. Va shunda kishida dangasalik ketadi. Buning uchun kishi birinchi tavba qilish kerak. Tavba qilish uchun hamma gunohdan afsuslanish kerak. Ba'zisidan emas. Zohiriy va botiniy, a'zolar bilan qilingan, qalb bilan qilingan. Hammasiga tavba qilish kerak. Bilgan bilmaganingizga. Tavba qilsangiz, keyin amalga Alloh tavfiq beradi. Sekin musulmonchilik sekin degan gap u amalni joriy qilishda tavbada emas u. Sigaret 8 ta chekardim, bugun 2 taga tushirdim, tavba emas u.
Tavba hamma narsadan bir yo'li kechasiz. Oldin ko'p g'iybat qilardim, hozir uncha qilmayapman. Tavba emas u. Oldin ko'p urushardim, hozir kam urushadigan bo'lib qoldim. Bu tavba emas. U odam yana bir kun ko'p urushadigan bo'ladi, aniq u. O'shuning uchun sigaretni asla tashlayman deganlarni ko'ring-da, tasholmaydi hech ham. Bir pachkadan tushadi, 8 taga, 10 taga, 2 taga, 1 taga tushib turib, bir haftadan keyin yana qarasiz bir pachka chekayotgan bo'ladi. Nimaga? Tavba qilmagan u. U o'zini mashq qilyapti. Nimadandir to'xtatishga, tavba emas lekin. Tavbada gunohdan bir yo'li kechiriladi u. Bir soniyadan keyin bitta qilib olsam maylimi degan narsa bo'lsa tavba bo'lmaydi. Hamma gunohimdan tavba qildim-ku, bitta mana shu gunohim bor, palonchini so'kib qo'yishim kerak. Asrdan keyin shuni so'kib olay dedingizmi? Qolgan tavba ham qabul qilinmaydi. Chunki siz Allohga osiy bo'lishga jur'at qilayotgan bo'lasiz. Gap palon ishni qilish qilmaslikda emas, Allohga osiy bo'lishda, bo'lmaslikda. Kichkina gunoh ham katta hisoblanadi, siz jur'at bilan qilsangiz. Agar jur'at bilan qilsangiz, kichkina gunoh katta hisoblanadi. Bemalol masalan, makruh bo'lsa nima qilibdi deydingizmi? Gunoh kabir bo'ladi o'sh. Siz o'ylamang, kichkina gunoh ekan deb qilsam bo'ladi deb. Kichkina gunoh, kichkina ekan-u deb qildingizmi? O'z-o'zidan katta yoziladi. U qachon kichkina yoziladi? Bilmay qilgan paytingizda. Qilmayman deb turib qilib qo'ygan paytingizda. Unutib qilib qo'ygan paytingizda kichkina yoziladi, kichkina gunoh. Gunohni kichkina gunoh ekan-u deb turib xotirjam bo'lib qildingizmi? Kabira yoziladi o'sha paytda. Amalni o'zida emas gap, siz jur'atda gap. Allohga jur'at qilayotganingizda gap. O'shaning uchun katta-yu kichik hamma gunohdan birdan tavba qilish kerak. Ko'pchilik tavba men amal qilyapman, tusab ketib qolyapman. Danga so'p qolyapman, namoz o'qiyman, keyin tashlab olaman. O gunohdan to'xtayman, yana qilib qo'yaman. Ilmga bir shijoatlanaman, yana to'xtayman. Nimaga? Tavba qilmagan. Darslarda eshityapman, amal qila olmayapman. Tavba qilmagan. Tavba qilmasa amalga tavfiq berilmaydi. Tavba qilish kerak bo'ladi. Gunohga bo'lgan ichimizdagi qattiq istak borku, oldingi gunohlarni hali turganidan bo'ladi. O'shalar kechirilsa, inshaalloh nafsda qobiliyat qoladi gunohga. Qalb yomon ko'rib qoladi. Masalan, siz bitta muz qaymoq yedingiz bir kun yoki mana suv ichdingiz. Suv ichdingiz. Yoqadi yoki muz qaymoq yoqadi og'zingizga. Lekin tushib qorningizni og'ritib qo'ydi. Ertaga yana muz qaymoq yedingiz. Shirin maza. Lekin yana qorningizni og'ritib qo'ydi. Indinga yana muz qaymoq yedingiz. Yoqdi ta'mi, lekin yana qorningizni og'ritib. To'g'ri shuni yomon ko'rib qolasiz. Muz qaymoq olib kelsa yo'qot yonimdan deysiz. Ta'mi yoqadi, ammo sizga bergan ozoridan yomon ko'rib qolasiz. Gunohni yomon ko'rish shunaqa bo'ladi. Nafsda qoladi qobiliyat, lekin siz yomon ko'rib qolasiz shu gunoh. Yomon ko'rgan paytingizda o'zingiz gunohingizni shunda kechirilgan bo'ladi inshaalloh. Agar yana rag'batingiz turgan bo'lsa, o'zingiz tiyib turgan bo'lsangiz, hali kechirilmagan bo'ladi. Oldingiz. O'shuning uchun tavba qilinsa, o'sha rag'batlar so'nadi keyin. Haqiqiy tavba qilsa kishi. O nadomat bo'lish kerak tavbada. Afsus, yoshlikda bo'ladi endi. Balonchi ham qo'ygan, pistonchi ham qo'ygan. Men ham qilsam qilmanda endi. Parvardigor o'zing kechirgin deysiz, kechirilmaydi u. O'z nadomat bo'lish kerak. Odam alayhisalom fanasi unutib yeb qo'ygan. 300 yil yig'lagan deydi shu gunohiga. 300 yil yeriga tushgandan keyin. O'shanday bu qayerdan kelib chiqadi? Allohning azamatidan bandani o'zini darajasini bilgandan kelib chiqadi. Alloh siz osongina osiy bo'layotgan bo'lsangiz, Allohni tanimayotgan bo'lasiz, azamatini ko'rmayotgan bo'lasiz, ulug'ligini bilmayotgan bo'lasiz, qadrini bilmayotgan bo'lasiz, qadrlamayotgan bo'lasiz. Osongina gunoh qilayotgan bo'lsangiz, o'zingizni katta olayotgan bo'lasiz. Agar shariatning hukmiga ishingizda qarshilik bo'lsa, siz Xudoga o'zingizni teng qo'yayotgan bo'lasiz. Nimaga buni hukm qiladi deb. Bandalik emas u. Ana shu taslim bo'lib qalbingizdan tavba qilganingizda keyin amallarga oson tavfiq bo'ladi. Keyin mabodo kishi gunoh qilishga yana kelsa, o'zini to'xtatsa, har o'zini to'xtatganda oldingilar yugurib ketadi. Va qalbidan o'shani asolati ketadi. Qalbiga tushgan dog'lar yuviladi. Sigaret chekis keldi, chekmadingiz. Oldingi chekkanlaringizdan, gunohingizdan tushgan dog'lar yuvilishni boshlaydi. Tushundingizmi? Shunda amalda inson bardavom bo'ladi. Demak, tavba qilish kerak. Ikkinchi, har kunni, har lahzani oxirgisida bilish kerak.
Muoz ibn Jabal aytganlarki roziyallohu anhu, ya Rasululloh, men o'ng oyog'imni bosarkanman, chapini bosishga ulguramanmi deb o'ylayman degan. Yurib ketyapti. Nafasma-nafas yashashga. Ana shuning uchun ular har lahzasini xayrga, yaxshilikka to'ldirishgan. Biror marta bir qasddan osiylik qilishgan emas. Shunday bo'ladi.